Suniyelim. Ana zbor mashg'uloti. Jasurbek, Farizbek, Sarvar. Zborga bolalarimiz. Biz kelyapmiz. Mana manzara. Yaxshi video. Mana bu manzara. Zahar. Bolalarimiz. Zaharli. Zaharlimi tepib o'ldirish kerak. Mana Sardorbek botanikadan dars o'tyapti bolalarimizga. Qarindoshni ko'rdim-da. Baxchi, bitta narsa topdik, baxchi. Baxchi. Mana bolalar bilan chiqdik, hozir piknik vaqti boshlandi. Hamma biz yig'ilib, mana Farizbek. Keyin mashg'ulotlar qilamiz. Fariz. Tamanno. Jasurbek. Sardor. Mana manzara. Bolalarimiz obed vaqti bo'ldi. Hammasi nima olib kelgan bo'lsa qo'yapti. Tayyorgarlik. Mana bu yerda Farizbek. Farizbek aytayapti, xavotir olmanglar, men shu yerdaman deyapti. Sumkada. Tabiat qo'ynida. Sardor. Ismini to'g'ri aytdimi? Ha, bir marta. Mana. Gul. Tarixga o'tish kerak. Mana sharoit. Tabiat. Sportchilarimiz 2 kishi mashinaga ketyapti, shashliklarni esdan chiqarib qoldiribdi. Mana yo'lda shashlik olgan edik. Mana tayyorlan, Nastart, marsh ketdi. Ketdi mashinaga qarab. Mana bizning komanda, mana piknik vaqti. Hammasini to'g'rilayapmiz. Mana narsalarni, mana bu yoqda yana olib kelingan narsalar. Mana keyingi piknikimiz, mana bolalarimiz jamoatjam. Mana yana yog' shashlik ham pishyapti. Shashlikni videolarida kuz tegadi. Mana bolalarimiz chiqyapti. Mana shuncha yuqoriga chiqish kerak, 500 metr yuqoriga. Azizlik Sardor topgan oltinlikda ko'raylik. 5 gram tilla. So'z bu bo'yalgan. Mana Sariq bo'lgan, bo'yalgan. mashg'ulotdan keyin bolalarimiz ekskursiya aynalyapti. Har xil o'tlar yuribdi. Oltimga rosa. Mana Har xil o'tlar yuryapmiz. Mana har xil gullar yuryapti. Hammalar ham o'tam chiqib qoldilar. Bolalarimiz mazza qanday bo'ladi bor? Jasurbek. Gap yo'q-a? Bolalarimiz asosiy tepaga chiqyapti.